Xo'sh, Abdulazizov qani? Asalim opa Muhammad Amin qalisan? Voy, katta bo'lib qopti-ku. Xo'sh, oyisi nima shikoyat? Qani? Shapkasini yechmaydi. Voy, nimaga? Shamollaydi bolam. Uyda ham shapka kiydirib berasizmi shunaqa? Uyda ham shapka kiydirib beraman. Umuman yechmaysiz. Umuman yechmayman. Qishin yozin shapkada yuradi. Shapkada yuradi. Voy, bunaqa qilish mumkin emas. Bolalar nafaqat terisi orqali, balki bosh terisi orqali ham nafas oladi. Agar uyingiz issiq bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa shamol bo'lmayotgan bo'lsa, влажнитель ishlatadigan bo'lsangiz yoki bola endi cho'milib chiqmagan bo'lsa, unda bemalol shapkasini yechib qo'yursangiz bo'ladi. Agar bu shapkani har doim kiydirib yuraveradigan bo'lsangiz, ertaga ozgina shamolga ham yoki bo'lmasam salgina sovuq bo'lib qolsa ham bolangizni burni oqib, aksirib yo'taladigan bo'lib qoladi-da, boshqa har doim issiq bo'lishga o'rganib qoladi. Xo'p, oyisi. Bunaqa xatoni takrorlamang. Sizda ham xuddi shunday holatlar kuzatilganmi? Agar shunday xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsangiz, izohlarda javobingizni kutib qolamiz. Salomat bo'ling.